kotyolni vazifasi aniq, nasos vazifasi aniq, pogружной termostatni vazifasi aniq. Mana bu narsani ham bilasizlar. Triходовой klapan bo'ladi. Buni vazifasini ham bilasizlar-yu, ko'pchilik buni qanaqa o'rnatishni bilmas ekan. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bir xillarda orqasida belgisi bor, qayerdan kirish, qayerdan chiqish, bir xillarda yo'q, ko'rib turganinglardek. Bunda bo'lmasa, bunisida bor. Ko'rib turganinglarda birinchi qismi suv kirishi bo'ladi, ikkinchi qismi suv chiqishi bo'ladi, uchinchi qismi chatishadigan joyi bo'ladi. Endi uni mana bunaqa orqasida hech nima yozilmagan oddiy triходовой klapanlarda qanaqa qilib aniqlaymiz desa, ko'rib turganinglarda mana bu ikkinchi qismi bor-ku, umuman yopilmaydi, ko'ryapsizlarmi? Faqat ochiq turadi. Bu qismi uje birinchisidan suv kirib, ikkinchisidan sistemaga harakatlanadigan qismi bo'ladi. Agar buni teskari qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, birga ulab qo'yadigan bo'lsanglar, bu yopilib ochiladi. Ertaga mabodo agar kerak emas deb o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, bu yerda suv chatishmaydi, suv chiqmaydi. Bu degani nasosni o'zi ishlab yotaveradi. Bu nasos kuyishiga olib keladi. Shuning uchun har bitta triходовой qo'yayotganda, ayniqsa mana bunaqa orqasiga yozilmaganlarni, mana bu triходовой klapanni ochib yopib ko'ringlar. Mana bu yerda, mana bu qismi umuman yopilmaydi. Ko'rib turganinglarda, o'sha yopilmaydigan qismini sistemaga suv harakatlanadigan tarafga qarab qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Triходовой ham, nasos ham sizlarga uzoq yillar xizmat qiladi. Yana shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'ying.